Assalomu alaykum, biz sohada ishlayotgan aka-ukalar, endi o'rganayotgan shogirdlar. Bitta iltimos bilan chiqyapman. Mana shu qanaqadir ish qilsalari yo klient kelsa, ba'zi bir ustalarga tegishli endi ishini mutaxassis unaqa ishni qilmaydi. Mana qaranglar. Bu klient yangi mashinani topshiradi shunaqa qilib. Mana bu uchlari ochiq yotibdi-da. Ertaga mashina yonib ketish narsa emasda, bu tekkandan keyin. Primiya ulab tashagan. Nima ahvol bu? Sal bir ishga mas'uliyatli sifatliroq ishlaylik. Mana bu monitorlarni o'zi qaytadan qo'ydik. Kolonkalarni oldin orqaga, orqani oldiga shunday o'ng chap olib tashagan. Mana stikerlar kesib tashagan. O'zi akamiz kamblok olib bergan mana. Ular kesib tashadi hozir. Bu kamblokni qo'yib bering, endi rabotchi ekan bu, shuning uchun ozroq ulanib tushgan, lekin hech qanaqa muammo qilmasdan ishlayapti. Hammasini to'g'ri ustidan qo'yib bering. 10x bar qo'ydirgan, mana barda holi. Orqa qotirilmagan, o'ynayapti. Ichkaridan printer umuman ulanmagan. Endi arzon ishlayapman deb bunaqa ish qilmaslik kerak-da. Endi ba'zi bir ustalarga tegishli-da bu. Bunday xaltaro ish qilmaysizlar, yaxshilab qilingizlar, qimmatroq pulni olingizlar. Endi bu to'g'ri gap, to'g'rirog'i bunaqa ishlaydigan odamlarga yoqmasligi mumkin. Mana o'zlaring bilasizlar. Sifatli ishlab klient rozi qilaverish kerak, chunki hozir klientimiz norozi, har bitta ishni qaytadan qildiryapti.